O'g'il farzand tarbiyasida 5 muhim shart. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'g'il bola yig'lamasligi kerak, o'g'il bola faqat kuchli bo'lishi kerak kabi stereotiplar mavjud. AQShda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, bunday qarashlar o'g'il bolalarda hissiyotlarni bostirishga, kelajakda esa stress va agressiyaga olib kelishi aniqlangan. Turkiyada bir o'smir otasiga "Men raqs san'atiga qiziqaman" deydi. Ota esa qattiq ohangda "Bu erkaklarga mos emas, sport bilan shug'ullan" deya uning orzusini sindiradi. Bola esa ichidan o'zini yaroqsiz his qiladi. Yevropada Healthy Masculinity dasturi ishlab chiqilgan. Bu dastur o'g'il bolalarga o'z hissiyotlarini to'g'ri ifodalashni, mehribon bo'lishni ham o'rgatadi. Natijada ular kuchli, hissiy jihatdan barqaror bo'lib ulg'ayadi. Savol: o'g'il bolalarni tarbiyalashda ota-onalar ko'pincha qaysi xatolarga yo'l qo'yishadi va qaysi shartlar eng muhimi? Keling, o'zbekistonlik mutaxassislarimiz tomonidan bu savolga javob olamiz. Hammaga assalomu alaykum azizlar. Onalar maktabi loyiha doirasida yangi foydali video darsni taqdim etishga tayyormiz va bugun ko'pchilik kutgan mavzu, ya'ni o'g'il farzandlar tarbiyasida 3 ta muhim maslahat. O'g'il farzandlarimiz kelajakda haqiqiy jasur, mard, o'z xatti-harakatlariga javob bera oladigan bo'lib ulg'ayishi uchun nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Birinchisi, o'g'il farzandimiz mehr-muhabbat, ishonch va talablar asosida tarbiya qilinishi kerak. Ha, agar qiz bolani biz ko'proq xavf-xatardan asrab, uni stress holatlaridan asrashsak, o'g'il bolani esa qiyinchiliklar bilan ro'baro bo'lishiga biz xalaqit bermasligimiz kerak. Chunki o'g'il bolada ayni yigitlik, ayni erkaklik tabiati o'sha qiyin vaziyatlarga tushganida namoyon bo'ladi va u o'zida erkaklik jihatlarini kashf etib boraveradi. O'ziga bo'lgan ishonchi ham albatta ortib boraveradi. Ikkinchi tavsiya bu o'g'il farzandni tarbiyasi va intizomi uchun ko'proq ota mas'uliyatni o'z bo'yniga olishi. Ona esa unga ishonch bildirishi, uni motivatsiya qilishi va albatta unga shartsiz mehr-muhabbat berishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayni o'shanda o'g'il farzandlarimiz o'ziga zarur bo'lgan ishonch, o'ziga tayana olish va ichki kuchni shakllantirib boradi. Chunki o'g'il farzandlarimiz uchun nima bo'lgan taqdirda ham ota haqiqiy o'rnak bo'la olishi kerak. O'z xulq-atvori bilan, o'z xatti-harakatlari va jamiyatda erishgan o'rni bilan. Yana bir muhim tavsiya: o'g'il farzand tarbiyasida eng katta xato, ya'ni bu sen o'g'il bolasan. O'g'il bola yig'lamaydi, yig'lash mumkin emas degan qoidalarni, cheklovlarni biz o'tmishda qoldiramiz va o'g'il bolalarga ham hissiyotlarni ifoda etishga va bu hissiyotlarni chiroyli ravishda boshqarishga yordam beramiz. Negaki, agar biz unga hissiyotlarni ifoda etishga ruxsat bermasak, bu hissiyotlar albatta uni ichida qoladi va kelajakda bu ifoda etilmagan hissiyotlar destruktiv tabiatga olib kelishi mumkin. Ya'ni kim yonidagi insonlarga zarar yetkazadigan, o'zi boshqara olmaydigan agressiya holatlari va hokazolar. O'ylaymanki, hech birimiz o'g'limizni bunday holatda ko'rishni xohlamaydi. Demakki, bu narsani oldini olish uchun esa albatta o'g'il farzandlarimizni erta bolalikdan emotsional intellekt shakllantirib, o'zini hissiyotlarini ifoda etish, atrofdagi insonlarga chiroyli ravishda yetkazish va umuman olganda emotsiyalarga haqqi bor ekanligini bilib ulg'ayishiga yordam bering. Ana o'shanda farzandingiz kelajakda hissiy barqaror, o'ziga tayana oladigan adekvat inson bo'lib ulg'ayadi. Har birimiz oilamizda tarbiya olayotgan o'g'il farzandlarimiz haqiqiy erkak bo'lib, o'zini so'ziga, xatti-harakatlariga javob beradigan mas'uliyatli erkak bo'lib ulg'ayishi nasib etsin. Biz esa bu yo'nalishda sizga foydali ma'lumotlar ulashishda davom etamiz. Onalar maktabini keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.